Bala tərbiyələş basqıçları. Bala emiş vaxtıdan başlap quramığa yetkenge qadar görünərlik və konkret dəvirlərini başdan keçirdi. Adətdə bu basqıçlar ballıq basqıçı yoki ballıq yeşi deb atıldı. Bu basqıçның hər birində ballarda miңə aqli, jismani, hissiyat və til qatarlıq nurgun cəhətlərdən özgürüş yüz berdi. Ballarning o'sib yetilish bosqichi va uni qandaq bo'lish jihatda olimlarning ko'z qarashlari o'xshash emas. Masalan, Shvetsiyalik psixologiya olimi Jan Piaget 1936-yili ballarning o'sib yetilish bosqichining 4 asosiy bosqichga bo'linadiganligi nazariyasini o'ttirib qo'ygan bo'lib, birinchi bosqich bola tug'ilib 18 yoki 24 oygacha bo'lgan mezgil. İkinci basqıç 2 yaşdan 7 yaşqacha bo'lgan mezgil. Üçüncü basqıç 7 yaşdan 12 yaşqacha bo'lgan mezgil. Dördüncü basqıç balag'atga yetgan mezgil. Buningdan boshqa bir turkum olimlar balalarning o'sib yetilish bosqichini tug'ilish bosqichi, emitish bosqichi, mengishdan ilgarigi bosqich, o'qish yoshidan burungi bosqich, o'qish yoshi bosqichi va balag'atga yetish bosqichi deb 6 bosqichga bo'lgan. Yangi tug'ilgan balani tarbiyalash. Bu balaning o'sib yetilish bosqichining birinchisi deb qaraladi. Chunki bu bosqichda balaning badani va aqli tashqi dunyo bilan moslashishga boshlaydi. Bu mezgil bala tug'ilishdan boshlab taxminan 2 oygacha cho'zildi. Balaning bu yoshda ko'p yig'lishi tabiiy bir ahvol. Bu ahvol uning hayotining 6 haftasidan 8 haftalargacha ko'paydi. Ondan taxminan 12 haftadan 16 hafta ichida muqimlashishga boshlaydi. Bu bosqichda bola onasi bilan quyuq rishtani shakllantirib, uning ovozini va kulimsirashini farq eta oladi. O'z navbatida yana kulimsirashga boshlaydi. Hamda atrofidagi jismlarga zehnini markazlashtirish, qo'lini og'ziga selish, narsalarni tutishdan boshqa dum yotqizib qo'yganda beshini va ko'kragini ko'taradi. Bu bosqichda bola ota-onasining quchqida xotirjamlik va bexatarlik tuyg'usini his qildi. Boladagi bu tuyg'uni kuchaytiradigan bir qism harakatlar bo'lsa, uni ko'tarish, uningga qarash, uning bilan tinish va yiqishiq ovozda paranglashish, uningga naqsha aytib berish va uni ko'tarib aylantirishdir. Uningdan boshqa uni yumshoq adiyalga o'rab, balaning yig'lishiga tez inkos qaytarg'ili bo'ladigan yerga qo'yish, balani siliq uglab berish, bo'libmi bola bearam bo'lganda uningga bexatarlik va xotirjamlik tuyg'usini his qildirdi. Shundaqla bu ish harakatlar bola bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishning eng yaxshi usuli deb qaraldi. Ota-onalarning mushu bosqichdagi balaning ovoziga shuningga o'xshash ovoz bilan javob qaytarishi balaning til mahoratini va so'zlashish iqtidorini taraqqiy qildirishga yordam berdi. Balaga har xil shakldagi rangli o'yinchoqlarni berish uning narsalarni tutish va bayqash iqtidorini taraqqiy qildirishga yordam berdi. O'yinchoqlarni balaning uxlash o'rnidan yiroq tutish yoki uning harakatiga to'sqinlik qilmaydigan yoki uningga ziyon yetkazmaydigan yerda qo'yish kerak. Balani kunda bir qancha minut dum yotqizish uning bosh va bo'yin muskullarini kuchaytirish bilan birga badanning ustun qismini kuchlantirdi. Bu muskullar balaning beshini ko'tarishga va o'milishiga yordam berdi. Bala o'rnidan turish bosqichiga kelganda alohida rol o'ynaydi. Bu yerda diqqat qilishga tegishli narsa shuki, bu holatda balaning o'ltirish holatini kuzatish hamda uxlaganda balaning o'ngda yotganligiga kafolatlik qilish to'liq muhimdir. 3 oylikdan 12 oygacha bo'lgan balani tarbiyalash. Bu yoshdagi bola ota-onasiga chaplashgandan boshqa ularga qarab kulimsirash, ularga qarash orqali aloqa qildi. Shundaq deyishga bo'ldiki, bola bu usullarni ishlatib o'zining ehtiyojini ifodalaydi. Chunki ijtimoiylashish va hissiyotini qanday ifodalashni bu usullar orqali taraqqiy qildirdi. Bola yoshining cho'ngishi va bu iqtidorlarni taraqqiy qildirishi orqali atrofidagi dunyoni tushuna oladi. Diqqat qilishga tegishli shuki,
Bala bu vaqtda ata-onasining inkasi, chiroy ifodasi va so'zlash usulini tunishni boshlagandan boshqa, o'zining badan a'zolarini tunishga va ishlatishga boshlaydi. Bala bilan birga o'ynash, uningga ko'ngil bo'lish, uning bilan sog'lom aloqa qilish, uning xotirjamlik va bexatarlik tuyg'usini oshirishga yordam berdi. Bu bosqichda buvoq mengisining iqtidorini taraqqiy qildirish uchun eng ko'p muhtoj bo'lgan narsa ota-onalarning uningga naqsha etib berishi, kitob o'qib berishi, yumshoq va yiqishliq silashlardan iborat. Bu bosqichda bolaning iqtidorini taraqqiy qildirish uchun cho'qim bexatar joyda erkin harakat qilishiga yo'l qo'yish hamda uni o'mlash va mengish orqali atrofni bayqashga ilhomlantirish kerak. Uni karvatda yoki o'rindiqda uzun tashlab qo'yishdan saqlanish kerak. Ya'ni bola bilan birga sayl qilish, bog'cha, do'kon va uningdan boshqa har xil o'rinlarni ziyorat qilish foydali ishlardan deb qaraldi. Aşırı etməsindən balağa azraq yordam berish bilan birga balaning o'ziga tayinish va mustaqillik iqtidorini taraqqiy qildirishga fursat yaratib berish kerak. Balani beqish jarayonida uningga har kuni ma'lum vaqtda tomoq berishga o'xshash ma'lum odat yoki vaqt jadvaliga amal qilish kerak. Bu uning rohat va tashkillash tuyg'usini oshirdi. Shundaqla har qitim stakan va top degandek har xil atalg'ularni ishlatsak, bala bularni osonla o'rganib oldi.